Mana eshikdan kirganda bitta katta studiya. Hozirgi tilda shunaqa deyiladi-yu, studiya. Xona bu yoqda mana spalniyalarga hammomga o'tib ketiladi. Bu yoq tomoni mana bitta devor, hamma beramiz, oshxonani ajratib turibdi. Oshxona ham juda chiroyli, ishini ham zamonaviy qilingan. Endi sizlarga gostitsani fonida ko'rsatyapmiz. Uylarning planirovkasi shunaqa qilsanglar bo'ladi. O'ta zamonaviy. Mana ahamiyat beramiz. Bu yoqda mana katta hammom, mehmonlar uchun ham bo'ladi, umumiy hammanikida. Ajoyib ishlar qilingan. Mana bu yoqda televizor tepasida konditsioner turibdi. Shifti baland, ajoyib qilingan. Katta xona. Bu yoqda mana oilaviy hamma dam olib o'tiradigan joyi. Bu yoq tomonga o'tsa bitta spalni. Faqat kerak narsalar qo'yilgan bo'ldi. Ortiqcha narsani o'zi yo'q. Bu mana ikkinchi spalni. O'zini hammomi bilan marhamat beramiz. Bu yoqda ham hech qanaqa ortiqcha narsani o'zi yo'q. Hammomni ko'rsatamiz. Bu yoqda jakuzi. Endi sizlarga ko'rsatayotganimiz maqsadi uy qurilishi kanalida odamlar ko'pincha uy qanaqa qursa bo'ladi, ya'ni loyihasini qanaqa qilsa bo'ladi degan savol qiynaydi. Mana zamonaviy loyiha. Endi oshxona odatda ochiq bo'ladi, bu to'sib qo'yilgan. Endi milliy o'zimizning o'zbekcha ovqatlar qilinganda vытяжкani kuchi yetmay qolishi mumkin-da. O'shanga devor bilan to'sib qo'yilgan. Mana zalga o'tib ketmaydi. Lekin ahamiyat beringlar, eshik hech narsa yo'q, parda ham yo'q, ochiq, bahavo joy. Qursanglar, 3 xonali uy shunaqa qursanglar bo'ladi. Men sizlarga tavsiya beraman.